Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir qisqa bo'lsa ham video tayyorladik. Darvozalarimiz haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumot beramiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Oxirigacha kuzatsangiz albatta manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Yo'lni bo'yi shuning uchun shovqin bo'lishi mumkin, e'tibor bermaysiz. Xudo xolasa darvozalarimiz eng arzon varianti, eng qimmat variantlargacha bor. Agar qanaqadir o'zingizda variant bo'lsa, variant tashlab bersangiz ham qilib beraveramiz, birga bir qilib xudo xolasa chiqarib. Hop, darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin. 2023, 24, 25 da ham o'z anaqasini yo'qotgani yo'q. O'sha high-tech fason pechat shtampovka variantimiz ko'rishlaringiz mumkin. Yondorlarimiz 8 ga 6, 1,5 stenkadan foydalangan. Taglarimiz shivellerdan bo'lgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu high-tech pechat bilan dubayskiy pechatni shu gibrid qilingan varianti. Ikkalasini uyg'unlashtirib gibrid qilib yuborildi. Tepa qismiga skvozniy qo'yib beringizga skvozniy qilib qo'ydik. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamizni hop, 6 ga 4 to'qima profillar 1 stenka, listlarimiz ham 3 stenkada bo'lgan. Bu joylarga mana ruchkalarni qo'yib bergan. Bu joylarga nerjaga kelsa, nerjaga ham qotirib beraveramiz. Xudo xolasa. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr mana shu full varianti 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan chiqadi darvoza. Vodiy bo'ylab dastavka stanovkasi bor, voha tomonlarga dastavkasi kelishi asosida. Agar vibrali bo'ladigan bo'lsa, yo'qsa profillar qalinlashadigan bo'lsa, 50 ming 100 ming razlitsiyasi bor kvadratda. Hop, bu tomondan boshlab qo'ya qolaylik. Bir qator obzorni qilib beraveramiz. Xudo xolasa to'liq hammasini tanishtirib o'tamiz darvozalarimiz haqida. Hop, bu darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz ko'rishlaringiz taraq fason darvoza, 2 qavat fonni shumilzasi bo'lgan. Yondorlarimiz 10lik shiveller, taglari ham 10lik shivellerda bo'lgan. Отдельный kalitkanli bo'lgan. Hop, bu joylarga mana ko'rishingiz mumkin 2,1 stenka. Pulsoy 2,1 stenka bursdan foydalanganmiz. Tepa qismini 30 sm skvozda turganmiz bu darvozani ham. Hop, darvozamiz eniga 375, bo'yiga 326 darvoza. Darvoza orqa 1.8, oldi 1.8 ishlangan. Pulsoy. Darvoza 2 qavatli. Hop, asli bu darvoza asli 3 qavat desa ham bo'laveradi. Nimagaki orqa ham tekis holatda lis, oldida lis bosilganda, undan keyin to'qimasi mana 2 to'qima profili bor 1,5 stenkadan. Ko'rishlaringiz pastda 3 qavat bo'lgan. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri 1,3 million so'mdan 1,5 million so'mgacha chiqadi darvozamiz. 1,3 million so'mdan 1,5 million so'mgacha chiqadi. Aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Hop, keyingi variantga o'tadigan bo'lsak, keyingi variantimiz ko'rishlaringiz mumkin. High-tech fason darvoza, high-tech ko'rishlaringiz mumkin. O'zgacha uslubda chiqqan 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan bu darvozamiz. Yondorlarimiz 8 1,7 stenka, taglarimiz shivellerda bo'lgan. 6 ga 4 to'qimalarimiz 1,7, listlarimiz ham 1,8 da bo'lgan. Fonni shumkali variantda bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Hop, darvozamiz eniga keladigan bo'lsak, eniga 3,30, bo'yiga 3,5. Bu darvozamiz uchun aksiyaga tushgan darvoza, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz kvadratini zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 1,3 million so'mdan yasab beramiz. 1,3 million so'mdan. Aksiya narxi 980 ming so'm. Kimga razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, 980 ming so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beraveramiz. 3,30 ga 3,5 darvoza. Hop, keyingi darvozamizdan ko'rishlaringiz mumkin, pechatli variant, dubayskiy pechat variant. Bu darvozani ham aksiya qo'yib beraman. Darvozamiz eniga 3, bo'yiga 3,5. Zakazga 600 ming so'm olayotganmiz. Hop, yondorlar 8 ga 6 profil, 1,5 stenka, taglarimiz shivellerda. To'qima profillari hammasi 1.3, listlari ham 1.3 variantda bo'lgan. Kim razmeriga tushsa 3 ga 3,5. 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab o'rnatib beraman. Zakazga 600 ming so'm, 500 ming so'mdan, 100 ming so'mdan. Misol uchun 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 1 million so'm xohlasa sizlarning manfaatlaringiz uchun. Hop, keyingisi skronniy variantda bo'lgan 8 ga 8 profillardan foydalanganmiz. Darvoza 2 qavatli fonni shumilzasi bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamizni 1 qavatli varianti bor, 2 qavatli varianti bor. 1 qavatli variant bo'lib deydigan bo'lsalar, shu mana shu 2-chi qavatni yulma qilib baqa olamiz. Oldiga chiqarib qo'yamiz, orqasi chuqur holatda turadi. Shu 1 qavatli variant bo'ladi. Bu 2 qavatli variantda bo'lgan. Tepasi ham hamma joylari 2 qavatli variantda bo'lgan. Darvozamiz kvadratga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metr, 1 kvadrat metr.
1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha chiqadi. Aloqa chiqaverasizlar. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha darvozamiz kvadrat chiqaveradi. Xo'p, keyingisi ko'rishlaring mumkin. Bitta baho beringlar darvozaga. Darvoza haqiqatda o'ta go'zal chiqqan. Yondorlar 8 ga 6 1,5 stenka tayinlash shivillarda bo'lgan. To'qima profillar hammasi 1,3 stenkada, nislar ham 1,3 stenkada bo'lgan. Bu joylarga mana nerjevenkadan, qora nerjevenkadan jilo berib, uchkalarga ham nerjevenkalarni qo'yganmiz. Hamma xolos joyda bo'lgan darvozani. Xo'p, darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamiz razmeri 320 ga 340. 320 ga 340. Kimdir razmeriga tushib qoladigan bo'lsa, buni ham beraveramiz 600 ming so'mdan. Nimaiki, ko'chada zakazga oladigan bo'lsa ham 600 ming so'mdan, kimning razmeriga tushib qolsa ham 600 ming so'mdan. Hech qayerga o'rnamagan, boshqa bo'lmagan yangi darvoza. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Bizning manzillar bilasizlar, doimgidek Namangan viloyati 3 tuman Jidega qishloqida joylashgan. Darvoza bitta baho beringlar. Xo'p, keyingisi high-tech darvoza ko'rishlaring mumkin. 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz oldiga ochiladi. Yondorlarimiz 10 ga 5 2 stenkada bo'lgan. Listlar ham 1.8 ponni shumka. Bu joylarga qora kraskadan foydalangan, bu joylarga nerjevenkalardan foydalangan. Ko'rishlaring mumkin. Darvoza xudo xolasa umuman ovoz yo'q, sho'rqo yo'q, shunday suvlar darvoza. Xo'p, darvozamiz zakazga 1 kvadratini shu darvozamizni 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha olayotganmiz zakazga. Aloqa chiqsin, xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. Xo'p, darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, darvozamiz eniga 3,5, bo'yiga 3,20 darvoza. Razmeriga tushib qolsa beraveramiz, xudo xolasa. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz ham o'zgacha uslubda yangilik, xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. O'ta baquvvat darvoza. Xo'p, yondorlar 8 ga 6 dan foydalangan, taglarimiz shivillardan foydalanganmiz. Listlar 1.3. Agar ahamiyat bersangiz, bu joylar qo'l mana 1,5 ga o'rgan kvadratda foydalanib, listi 1,5 ga o'rganib o'tirganmiz. Darvoza o'ta baquvvat chiqqan, xudo xolasa. Darvoza bashi razmer kimga tushib qoladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab eniga 310, bo'yiga 3,5. 500 ming so'mdan o'rnatib beraman. Xo'p, perxatni ishlarimiz ham bor. Perxatni 1.20 ga 2. Agar kimga shunaqa perxatni kerak bo'ladigan bo'lsa, joyida o'zlaring olib ketaverasizlar, 1,5 million so'mdan beraveraman. Orqa tomonlarni ham ko'rsatib qo'yasiz. Orqa tomonlari mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bag'da bitta darvozamiz qolib ketdi, uni ham obzorini qilib qo'ysak. Xo'p, bu darvozamiz ham skyoniy variantda chiqqan, ko'rishlaring mumkin. Kimdir razmeriga tushsa, o'rnatib beraveramiz. Darvozamiz eniga 280, bo'yiga 3 metr. Bu joylarga qora nerjevenkadan foydalanganmiz. Razmerlarga tushib qolsa, shu darvozani 580 ming so'mdan o'rnatib beramiz vodiy bo'ylab. Bu boshqa viloyatlarga albatta dastavkasi kelishi asosida. Xo'p, manzillar keladigan bo'lsa, yana bir takrorlab o'taman. Bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidega qishlog'ida joylashgan. Ismim Sardorbek. Shu joyda reklamalarimiz bo'lsa, mana shu joyda mana seximiz shu joyda o'zida. Kelib, ishxonani o'zida ham zakaz berishlaringiz mumkin. Ish jarayoni shu joyda o'zida bo'ladi, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etsalar, mana bu tomonni ham olib qo'ying. 4 ta kanalimiz bor, shu kanallar orqali aloqa chiqaverasiz, xudo xolasa. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, ozgina manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Kimga qanaqadir darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Bizda 300 dan ortiq darvoza turlari bor. Telegram orqali, WhatsApp orqali qaysi ijtimoiy tarmoq bo'lsa tashlasangiz, narx-navosi materiallarni albatta to'liq ma'lumotini beramiz. Narx-navosini kelishib qolsak, albatta lokatsiya tashlab bersangiz, o'zimiz borib o'lchamlarni olamiz, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Bizning manzillar Namangan viloyati 3 tuman Jidega qishlog'ida joylashgan. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tamom.